Bugun men ko'pchilikni xavotirga solayotgan juda muhim masalani tushuntirib beraman. Bepul yo'l kira bekor qilinadimi? Kimlarga ta'sir qiladi? Kimlar avvalgidek imtiyozdan foydalanadi? Va tayyorlanayotgan reforma aslida nimani anglatadi? Bu ma'lumot nafaqat pensionerlar, talabalar, nogironligi bo'lgan fuqarolar yoki ijtimoiy himoyaga muhtoj oilalar uchun, balki har kuni avtobus, metro, tramvay yoki boshqa jamoat transportdan foydalanadigan har bir odam uchun muhim. Men bu mavzuni oddiy tilda, lekin ekspert sifatida tartib bilan tushuntiraman. Chunki bunday yangiliklarda eng katta muammo shuki, odamlar sarlavhani ko'radi, bepul yo'l kira tugarkan deb vahimaga tushadi, lekin asal mexanizmni, istisnolarni, kimga qanday ta'sir qilishini tushunmaydi. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, like bosing. Chunki bunday tushuntirishlar sizga pulingizni, vaqtingizni va huquqingizni himoya qilishga yordam beradi. Avval tizim qanday ishlaganini tushunib olaylik. Ko'p yillar davomida ayrim toifadagi fuqarolar jamoat transportidan bepul yoki imtiyozli foydalanib kelgan. Masalan, urush qatnashchilari, ayrim nogironligi bo'lgan shaxslar, ijtimoiy muhtoj fuqarolar, ayrim xizmat toifalari, talabalar yoki pensionerlar uchun hududga qarab turli yengilliklar bo'lgan. Ba'zi joylarda bu imtiyoz aniq karta orqali ishlagan. Ba'zi joylarda esa hujjat ko'rsatish bilan o'tib ketish amaliyoti bo'lgan. Lekin muammo shundaki, bunday tizimning katta qismi aniq hisob-kitobga tayanmagan. Masalan, avtobusga bir kunda nechta odam bepul chiqqani, ularning qaysi biri haqiqatan ham imtiyozga ega ekani, transport korxonasi qancha zarar ko'rgani yoki davlat qancha kompensatsiya to'lash kerakligi ko'pincha taxminiy hisoblangan. Haydovchi ham har bir yo'lovchining hujjatini tekshirib o'tirishga vaqt topmaydi. Nazoratchi bo'lsa, hamma yo'nalishda, hamma vaqtda turmaydi. Natijada tizimda tartibsizlik paydo bo'ladi. Endi nima o'zgaryapti? Asosiy o'zgarish shundan iboratki, bepul yurish degan tushuncha butunlay yo'q bo'lib ketadi. Degan gapni darrov to'g'ri deb qabul qilmaslik kerak. Reforma odatda ikki narsani ko'zlaydi. Birinchisi, kim bepul yoki imtiyozli yurishga haqli ekanini aniq belgilash. Ikkinchisi, bu imtiyozni naqd pulsiz elektron karta yoki kompensatsiya mexanizmi orqali boshqarish. Ya'ni davlat kim xohlasa bepul yuraversin degan eski uslubdan haqiqatan muhtoj va huquqi bor odamga aniq yordam beramiz degan modelga o'tmoqchi bo'ladi. Bu yerda eng muhim savol, oddiy odam uchun bu nimani anglatadi? Agar sizning imtiyozingiz qonuniy, hujjatlaringiz joyida, ma'lumotlaringiz bazada to'g'ri kiritilgan bo'lsa, odatda siz vahima qilishingiz shart emas. Lekin agar siz hamma shunday yuradi, men ham avval hujjat ko'rsatib o'tardim, mening kartam yo'q, lekin huquqim bor deb yurgan bo'lsangiz, reforma sizdan tartibga kirishni talab qiladi. Endi kimlar xavotir olishi kerak, kimlar esa vaziyatni xotirjam tekshirishi kerakligini batafsil tushuntiraman. Birinchi toifa, rasmiy imtiyozga ega fuqarolar. Masalan, nogironligi bo'lgan shaxs, urush yoki mehnat faxriysi, ijtimoiy himoya reyestrida turuvchi fuqaro, ayrim davlat xizmatlari bo'yicha imtiyoz oluvchi shaxs. Agar sizda tegishli guvohnoma, ma'lumotnoma, ID karta yoki elektron bazada tasdiqlangan maqom bo'lsa, sizning asosiy vazifangiz hujjatni yangilash va transport kartangizga bog'lash bo'ladi. Bu yerda xavotir emas, tartib kerak. Misol keltiraman. Tasavvur qiling, ikki guruh nogironligi bo'lgan fuqaro har kuni poliklinikaga boradi. Avval avtobusga chiqib guvohnomasi ko'rsatgan, haydovchi uni o'tkazgan. Yangi tizimda haydovchi hujjat tekshirmasligi mumkin. Chunki turniket yoki validata faqat kartani taniydi. Agar fuqaroning imtiyozi kartaga ulanmagan bo'lsa, tizim uni oddiy yo'lovchi deb qabul qiladi va undan to'lov talab qiladi. Demak, muammo imtiyozning bekor bo'lishida emas, imtiyozning elektron tizimga kiritilmaganda bo'lishi mumkin. Ikkinchi toifa, pensionerlar. Ko'p odam pensioner bo'lsam, avtomatik bepul yuraman deb o'ylaydi. Lekin har bir hududda va har bir transport turida tartib bir xil bo'lmasligi mumkin. Ayrim joylarda pensionerlarga ma'lum kunlarda, ma'lum soatlarda yoki ma'lum transport turida imtiyoz bo'lishi mumkin. Ayrim joylarda esa faqat ijtimoiy himoyaga muhtoj pensionerlar uchun yengillik berilishi mumkin. Shuning uchun men pensionerlarga doim aytaman, faqat men pensiyadaman degan gap yetarli emas. Aynan qaysi hujjat asosida, qaysi transportda, qaysi shartlar bilan imtiyoz borligini tekshirish kerak. Masalan, bir pensioner oyiga 1.200.000 so'm pensiya oladi, shahar chetida yashaydi va haftasiga 4 marta shifoxonaga qatnaydi. Bir borib kelishga ikkita avtobus almashsa, kuniga 6.000 yoki 80.000 so'm sarflashi mumkin.
Oyiga bu 1000 so'mdan oshadi. Bunday odam uchun transport imtiyozi juda katta yordam. Lekin boshqa pensioner o'z avtomobili bor. Transportdan kam foydalanadi. Daromadi ham yuqoriroq. Reforma aynan shunday farqlarni hisobga olishga urinadi. Yordam hammaga bir xil tarqatiladimi yoki haqiqatan ko'proq muhtoj odamga yo'naltiriladimi? 3-toifa. Talabalar va o'quvchilar. Talabalar uchun yo'l kira masalasi juda sezgir. Chunki talaba har kun o'qishga boradi. Ko'pincha ishlamaydi yoki kam daromad qiladi. Agar kuniga 2 marta transportga chiqsa, oyiga sezilarli xarajat yig'iladi. Masalan, bir talaba ertalab universitetga boradi. Tushdan keyin kutubxonaga o'tadi. Kechqurun yotoqxonaga qaytadi. Kuniga 3-4 marta transportdan foydalansa, bir oyda 1,2 ming so'mgacha yo'l kira chiqishi mumkin. Agar imtiyoz yoki chegirma bo'lsa, bu talabaning ovqat, kitob, internet yoki ijara xarajatiga yordam beradi. Lekin talabalar bo'yicha ham bitta nozik masala bor. Hamma talaba bir xil maqomda emas. Kunduzgi ta'lim, sirtqi ta'lim, xususiy universitet, davlat universiteti, kollej, litsey, maktab o'quvchisi, akademik ta'tilga chiqqan talaba, o'qishdan chetlatilgan, lekin eski talabalar kartasini ishlatayotgan shaxs, bularning barchasini tizim ajratish kerak. Eski usulda talabalik guvohnomasini ko'rsatish bilan o'tish mumkin bo'lgan bo'lsa, yangi usulda bazada faol talaba sifatida turishingiz talab qilinadi. 4-toifa ijtimoiy himoyaga muhtoj oilalar. Bu toifa uchun reforma eng muhim bo'lishi mumkin. Chunki davlat yordamni umumiy bepul yurish shaklida emas, balki aniq manzili tarzda berishga o'tishi mumkin. Masalan, oila ijtimoiy himoya yagona reyestrida turadi. Daromadi past, oilada nogiron farzand bor yoki boquvchisini yo'qotgan. Bunday oilaga transport xarajati juda katta yuk bo'ladi. Agar davlat ularga oyiga ma'lum miqdorda transport limiti yoki imtiyozli karta bersa, bu aniq yordam hisoblanadi. Bu yerda men oddiy misol aytaman. Ona yolg'iz farzandini reabilitatsiya markaziga olib boradi. Uyidan markazgacha 2 transport almashadi. Bola bilan yurishning o'zi qiyin, ustiga har kuni yo'l kira ham bor. Agar oyiga 20 marta borib kelsa, xarajat 200 ming so'mdan oshishi mumkin. Bunday holatda bepul yoki imtiyozli transport oddiy qulaylik emas, balki real ijtimoiy himoya vositasi. 5-toifa imtiyozdan norasmiy foydalanayotganlar. Mana shu guruh eng ko'p xavotir olish kerak. Ba'zan odamlar qarindoshning kartasidan foydalanadi. Muddati o'tgan guvohnomani ko'rsatadi. Men ham shu toifaga kiraman deb aniq hujjatsiz yuradi. Yoki haydovchi tanish bo'lgani uchun to'lov qilmaydi. Reforma elektron tizimga o'tganda bunday holatlar kamayadi. Chunki karta shaxsga bog'lanadi, bazadan tekshiriladi, valaydati vaqt va yo'nalishni qayd qiladi. Agar bir karta bir vaqtning o'zida 2 joyda ishlatilsa yoki odatiy bo'lmagan harakatlar ko'paysa, tizim buni ko'rishi mumkin. Birinchi nozik jihat bekor qilinadi degan so'z har doim ham umuman yo'q bo'ladi degani emas. Ba'zan bepul yo'l kira o'rniga kompensatsiya berilishi mumkin. Masalan, fuqaro avtobusda oddiy tartibda karta bilan to'laydi. Keyin oy oxirida uning hisobiga ma'lum miqdor qaytariladi. Yoki davlat transport korxonasiga mana shu toifadagi fuqarolar uchun xarajatni men qoplayman deb pul o'tkazadi. Yoki fuqaroning kartasiga oyga 6 ta bepul qatnov limiti beriladi. Demak, shakl o'zgaradi, lekin yordam saqlanishi mumkin. Ikkinchi nozik jihat limit masalasi. Oldingi tizimda odam nazariy jihatdan kuniga qancha xohlasa shuncha bepul yurishi mumkin edi. Yangi tizim esa oyiga 60 ming yoki 90 qatnov kabi limit joriy qilishi mumkin. Bu davlat xarajatini nazorat qilish uchun qilinadi. Lekin oddiy fuqaro uchun bu juda muhim. Agar siz har kuni ishga yoki davolanishga qatnasangiz, limit yetadimi yoki yo'qmi oldindan hisoblab ko'rishingiz kerak. Masalan, fuqaro haftasiga 5 kun ishga boradi. Har kuni borish va qaytish uchun 2 marta transportga chiqadi. Bir oyda taxminan 4 ta qatnov bo'ladi. Agar unga 6 marta bepul qatnov berilsa yetadi. Lekin u ishga borishda 2 marta transport almashsa, kuniga 4 qatnov bo'ladi. Oyga 8 qatnov chiqadi. Agar limit 60 ta bo'lsa, qolgan 20 tasini o'zi to'laydi. Shuning uchun menga imtiyoz bor degan gapning o'zi kifoya emas. Limit shartlarini ham bilish kerak. 3-nozik jihat hududlar farqi. Toshkentdagi tartib bilan viloyat markazidagi tartib bir xil bo'lmasligi mumkin. Metro bor joyda boshqa qo'yda. Faqat avtobus bor joyda boshqa qo'yda bo'lishi mumkin. Shahar transporti bilan tumanlararo yo'nalishlar ham farq qiladi. Masalan, siz shahar ichidagi avtobusda imtiyozdan foydalansangiz, bu avtomatik ravishda shaharlararo avtobus, yo'nalishli taksi yoki poyezdda ham bepul yurish huquqini beradi.
degani emas. Har bir transport turi bo'yicha alohida tartibni tekshirish kerak. 4-nozik jihat. Hujjat muddati, nogironlik ma'lumotnomasi, talabalik maqomi, ijtimoiy reyestrdagi holat, ayrim xizmat guvohnomalari muddatli bo'lishi mumkin. Agar hujjat muddati tugagan bo'lsa, siz amalda huquqingiz bor deb o'ylashingiz mumkin. Lekin tizim sizni tasdiqlamasligi mumkin. Bunday vaziyatda avtobusda tortishishdan foyda yo'q. Chunki haydovchi yoki nazoratchi bazani o'zgartira olmaydi. Muammoni tegishli tashkilotda hal qilish kerak. 5-nozik jihat, karta yo'qolishi yoki ishlamasligi. Agar imtiyoz kartaga bog'langan bo'lsa, karta yo'qolsa, siz vaqtincha imtiyozdan foydalana olmasligingiz mumkin. Shuning uchun kartani yo'qotganingizda darhol bloklash, qayta chiqarish tartibini bilish kerak. Ayrim tizimlarda eski karta bloklanmaguncha yangi karta faol bo'lmaydi. Ayrimlarida esa qayta chiqarish uchun ariza, pasport yoki ID karta, fotosurat guvohnoma talab qilinadi. 6-nozik jihat bir kartadan boshqaning foydalanishi. Ko'pchilik otamning kartasi bor, men bir marta ishlatsam nima bo'pti deb o'ylaydi. Lekin bu imtiyozning maqsadini buzadi. Agar karta shaxsiy bo'lsa, undan faqat egasi foydalanishi kerak. Nazorat paytida karta boshqa odamda chiqsa, karta bloklanishi, jarima qo'llanishi yoki imtiyoz vaqtincha to'xtatilishi mumkin. Bu ayniqsa talabalar va oila a'zolari orasida ko'p uchraydi. 7-nozik jihat transport korxonalarining manfaatlari. Bepul yo'l kira masalasida faqat yo'lovchi emas, transport tizimi ham bor. Avtobusning yo'qilg'isi, haydovchining maoshi, ehtiyot qismlar, texnik xizmat, bekatlar, elektron tizimlar, bularning hammasi pul talab qiladi. Agar juda ko'p odam bepul yursa, lekin davlat buni aniq qoplamasa, transport korxonasi zarar ko'radi. Zarar ko'rsa, avtobuslar kamayadi, qatnov oralig'i uzayadi, xizmat sifati tushadi. Oxir oqibat bundan oddiy yo'lovchining o'zi aziyat chekadi. Shuning uchun reforma faqat imtiyozni qisqartirish emas, balki transport moliyasini tartibga solish urinishidir. 8-nozik jihat naqd pul bilan hal qilamiz davri tugashi. Elektron to'lovlar ko'paygani sari naqd pul bilan haydovchiga berish, chipta olmaslik. Kim qancha to'lagani noma'lum bo'lishi kamayadi. Bu davlat uchun ham, transport korxonasi uchun ham, halol yo'lovchi uchun ham muhim. Chunki hamma to'lov ko'rinsa, tarifni hisoblash, imtiyozni qoplash, yo'nalishlarni rejalashtirish osonlashadi. Birinchi qadam, o'zingiz qaysi toifaga kirishingizni aniqlang. Men tomoshabinlarga doim shuni maslahat beraman. Men pensionerman, men talabaman, men nogironlik guruhidaman deb umumiy aytmang. Aniq yozing, qaysi hujjat asosida, qaysi tashkilot tomonidan, qaysi muddatga, qaysi imtiyoz berilgan. Masalan, men 2 guruh nogironligi bo'lgan shaxsman, ma'lumotnomam 2026 yilgacha amal qiladi. Yoki men kunduzgi ta'lim talabasi sifatida universitet bazasida faolman. Ikkinchi qadam, hujjatlaringizni tekshiring. Sizda ID karta yoki pasport, imtiyozni tasdiqlovchi guvohnoma, talabalik ma'lumotnomasi, nogironlik ma'lumotnomasi, pensiya guvohnomasi, ijtimoiy reyestrga kiritilganlik haqidagi ma'lumot bo'lishi kerak. Hujjatning muddati tugamaganini tekshiring. Familiya, ism, tug'ilgan sana va JSSH raqami bazalarda bir xil yozilgan bo'lishi juda muhim. Bitta harf xato bo'lsa ham tizim sizni tanimasligi mumkin. 3-qadam, transport kartangizni rasmiylashtiring yoki tekshiring. Agar hududingizda transport kartasi, bank kartasi orqali to'lov, mobil ilova yoki elektron validator ishlatilsa, imtiyoz aynan qaysi kartaga ulanadi, shuni biling. Karta sizning nomingizga rasmiylashtirilganmi? Telefon raqamingiz bog'langanmi? Balans va limitni ko'rish imkoniyati bormi? Bularni tekshiring. Agar karta eski bo'lsa, yangisiga almashtirish kerak bo'lishi mumkin. 4-qadam, tegishli tashkilotga murojaat qiling. Agar siz pensioner bo'lsangiz, pensiya jamg'armasi yoki mahalliy ijtimoiy himoya organidan ma'lumot oling. Agar nogironligi bo'lgan shaxs bo'lsangiz, tibbiy ijtimoiy ekspertiza hujjatlari va ijtimoiy himoya organlaridagi ma'lumotlaringizni tekshiring. Agar talaba bo'lsangiz, universitet dekanati yoki talabalar bo'limidan sizning maqomingiz elektron bazada faol ekanini so'rang. Agar o'quvchi bo'lsa, maktab ma'muriyati yoki tuman xalq ta'limi bo'limi orqali tartibni aniqlash kerak. 5-qadam, ariza yozishga tayyor bo'ling. Arizada odatda quyidagi ma'lumotlar bo'ladi. Kimga murojaat qilayotganingiz, o'zingizning FAH tug'ilgan sana, JSSHIR, yashash manzili, telefon raqami. Qaysi imtiyozga da'vo qilayotganingiz, qaysi hujjatlar asosida so'rayotganingiz, arizaga ID karta nusxasi, imtiyozni tasdiqlovchi hujjat nusxasi, kerak bo'lsa fotosurat, transport kartasi raqami yoki bank karta ma'lumoti ilova qilinadi.
Men arizada mazmunni aniq yozishni tavsiya qilaman. Menga qonunchilikda belgilangan transport imtiyozini elektron transport kartamga ulab berishingizni so'rayman. Imtiyozga egaligimni tasdiqlovchi hujjatlar ilova qilinadi. Shunday yozilsa, murojaat aniq bo'ladi. Menga bepul qilib bering deb umumiy yozishdan ko'ra huquqiy asos va so'ralayotgan amalni aniq ko'rsatgan ma'qul. 6-qadam, javobni og'zaki emas, yozma yoki elektron shaklda oling. Agar sizga hal bo'lmaydi, keyin keling, sizga tegishli emas deysa, nima asosda rad etilganini so'rang. Elektron murojaat yuborsangiz, javob raqami saqlanadi. Bu keyin shikoyat qilish yoki qayta murojaat qilishda yordam beradi. Og'zaki gap esa ertaga inkor qilinishi mumkin. 7-qadam, yo'l kira xarajatingizni hisoblang. Men har bir oilaga oddiy jadval tuzishni maslahat beraman. Kuniga nechta qatnov qilasiz? Hafta soni narxi qancha? Oyga jami qancha chiqadi? Masalan, kuniga 4 ta qatnov har bir 2000 so'mdan bo'lsa, kuniga 2000 so'm. Haftasiga 5 kun bo'lsa 1000 so'm. Oyga taxminan 1000 so'm. Agar oilada 2 talaba bo'lsa, bu 320 so'm bo'ladi. Shunda siz imtiyozning real qiymatini ko'rasiz va qaysi yordam siz uchun muhimligini tushunasiz. 8-qadam, yangiliklarni faqat rasmiy manbalardan tekshiring. Ijtimoiy tarmoqlarda hamma imtiyoz bekor bo'ldi. Endi hech kim bepul yurmaydi. Faqat falonlarga qoladi degan gaplar ko'p tarqaladi. Men bunday xabarlarga darhol ishonmaslikni maslahat beraman. Rasmiy qaror, hokimlik e'loni, transport boshqarmasi, vazirlik yoki parlament muhokamasi bor yo'qligini tekshiring. Ba'zan loyiha hali muhokamada bo'ladi, lekin odamlar uni kuchga kirgan qonundek tarqatadi. 9-qadam, o'z huquqingizni talab qiling, lekin tartib bilan. Haydovchi bilan tortishish, avtobus ichida janjal qilish, nazoratchiga baqirish muammoni hal qilmaydi. Agar tizim sizni imtiyozli deb tanimasa, demak muammo ba'zida kartada yoki hujjatda bo'lishi mumkin. Siz dalillarni yig'ing. Rasmiy murojaat qiling, javob oling. Kerak bo'lsa, yuqori tashkilotga shikoyat qiling. Huquqni himoya qilishning eng kuchli yo'li hujjat va yozma iz qoldirishdir. 10-qadam. Oilangizdagi keksalar va nogironligi bo'lgan yaqinlaringizga yordam bering. Ko'pincha eng ko'p yordamga muhtoj odamlar elektron tizimni tushunmaydi. Ular ilova yuklab olishni, karta ulashni, ariza yozishni bilmasligi mumkin. Agar siz yoshroq bo'lsangiz, ota-onangiz, buvingiz, bobongiz yoki qo'shningizning hujjatlarini tekshirib bering. Bir qarashda kichik yordamdek tuyuladi. Lekin ular uchun bu oyga katta pulni tejash degani bo'lishi mumkin. Men bu masalaga faqat yo'lovchi nuqtai nazaridan emas, tizim nuqtai nazaridan ham qarash kerak deb hisoblayman. Davlat nima uchun bunday reformaga boradi? Birinchi sabab mablag'ning manzilliligini oshirish. Agar imtiyoz hamma uchun nazoratsiz ishlasa, undan haqiqatan muhtojlar ham, muhtoj bo'lmaganlar ham foydalanadi. Natijada davlat katta pul sarflaydi, lekin yordamning samarasi past bo'ladi. Ikkinchi sabab transport tizimini moliyaviy sog'lomlashtirish. Avtobuslar vaqtida yurishi, yangi transport olinishi, haydovchilarga yaxshi maosh berilishi uchun tushum aniq bo'lishi kerak. Agar har kuni minglab qatnovlar hisobga olinmasa, transport korxonasining real daromadi va zarari ko'rinmaydi. Shunda yo'nalishlarni rejalashtirish ham qiyinlashadi. Uchinchi sabab korrupsiya va suiiste'molni kamaytirish. Bepul yurish huquqi qog'ozda yoki og'zaki tartibda ishlasa, undan noto'g'ri foydalanish ehtimoli yuqori bo'ladi. Elektron tizimda esa kim, qachon, qayerda, qaysi karta bilan yurgani ko'rinadi. Bu halol foydalanuvchi uchun ham yaxshi, chunki uning huquqi aniq qayd etiladi. Lekin reformaning xavflari ham bor. Agar tizim shoshilinch joriy qilinsa, odamlar qiynaladi. Masalan, bazalar to'liq ulanmasa, kartalar yetarli bo'lmasa, keksalar ariza topshirishga ulgurmasa. Imtiyozga haqli odam vaqtincha to'lov qilishga majbur bo'lishi mumkin. Shuning uchun men bunday reformalarda o'tish davri bo'lishi kerak deb hisoblayman. Ya'ni eski hujjatlar ma'lum muddatdan olinadi, odamlar ogohlantiriladi. Kartalar bepul yoki arzon rasmiylashtiriladi, murojaatlar tez ko'rib chiqiladi. Yana bir muhim masala adolat hissi. Odamlar nega avval bepul edi, endi to'lashim kerak deb so'rashi tabiiy. Bu savolga davlat ham, transport tashkilotlari ham aniq javob berish kerak. Agar imtiyoz saqlansa, qanday shahrida saqlanishi aytilishi kerak. Agar cheklansa, nima uchun cheklanayotgani, kimlarga kompensatsiya berilishi, kimlar himoyasiz qolmasligi tushuntirilishi shart. Aks holda ishonchsizlik kuchayadi. Menimcha, eng to'g'ri yondashuv shunday bo'lishi kerak. Yordam haqiqatan muhtojlarga aniq yetib boradi.
huquqi bor odam ortiqcha yugurmaydi. Transport korxonasi esa qilgan xizmatining pulini oladi. Shunda na yo'lovchi aldanadi, na tizim zarar ko'radi. Lekin buni amalga oshirish uchun ochiq axborot, yaxshi texnik baza va odamlar bilan normal muloqot kerak. Demak, bepul yo'l kira masalasida eng muhim gap shuki, vahima qilish kerak emas. Lekin beparvo bo'lish ham mumkin emas. Reforma tayyorlanayotgan bo'lsa, u imtiyozlarning shaklini, hisobini, kartaga ulanishini, limitini yoki kompensatsiya tartibini o'zgartirishi mumkin. Kimning hujjati joyida bo'lsa, kim o'z maqomini vaqtida tekshirsa, kim kartasini rasmiylashtirsa, odatda eng kam muammoga duch keladi. Men sizga tavsiya qiladigan asosiy ishlar: hujjatlaringizni tekshiring, qaysi imtiyozga haqli ekaningizni aniqlang, transport kartangizni rasmiylashtiring, kerak bo'lsa yozma ariza bering va javobni saqlab qo'ying. Eng muhimi, rasmiy ma'lumot chiqmasdan turib mish-mishlarga ishonmang. Sizningcha bepul yo'l kira to'liq saqlanishi kerakmi yoki faqat haqiqatan muhtojlarga manzilli berilishi kerakmi? Fikringizni izohlarda yozing. Video foydali bo'lgan bo'lsa like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga ham yuboring. Chunki bu masala har bir oilaga bevosita ta'sir qilishi mumkin.